Şundaq cümlelerimiz buludu bu hayatta. Şundaq birini uçuratdım, o mening icabet bolgan mahbi duayımdır. Rabbimning inamıdır. Hayatımning en güzel hediyesidir deydigan. Şaraiti oddiy bolsumu cho'qim Rabbining haqqini ado qilish qaldiraydigan haqiqiy taqvodor diyonatlik biri bilan to'y qilinglar. Chunki to'y turmushi har kishining hayotiga o'xshash bo'ron chapqinlar bilan to'lgan. Ana shu bo'ron chapqinlarda diyonatli kishi sizga dalda bo'la oladi. Kech-kechlab yig'ilgan bolangizning chiqarashlari, har bir jidallari o sizni saran qilib yetidi, charchitib qo'yadi. Turmushning mana mushundaq har bir damlarida taqvodor biri sizga hamdamda bo'la oladi. Sizning haqqingizni ado qilishga aldiraydi. Sizni Allohimning eng cho'ng omonatidir deb turib beshiga toj qiladi, izzatlaydi, hurmatlaydi. Sizni ham taqvodorlikqa, ichki dunyoning haqiqiy nazu ne'matlarini tetishga undaydi. Ashu jafokash, fidokor qo'llaringizdan tutib, keling malikam, jannatga bir daraxt tikayli, bir saroy salayli deb Rabbingizga yiqilishga chaqiradi. Diyonat degan o sizni qabul qilgan kundan boshlab hurmatingizga hujum qilmaydigan, nozik qalbingizni chaq qilmaydigan, xar qilmaydigan, rangingizni samon qilmaydigan, sizni agmaydigan kishining sifatidir. Rizqingizdan ansirmang. Nikohda barkat bor deyishidi. Buning ishining rizq g'ayibdir. Nikoh bilan halollik doirasida qurilgan islomiy bir oilaning rizqini Alloh o'zi kangri qiladi. U ato qilgan rizq sizning bo'lsa, eshiklarni taqib olsangizmi, derazalardan kiraveradi. To'y turmushi hargiz birini tepib turmush kechirish emas. Biri bilan mo'rini mo'riga tarab turib, hayot batlaringizni barbarlab, varaqlab chiqishdir. Shunga cho'qim sizni bir qatim ko'rsa, ming qatim shukr aytadigan. Har qarashlarida qalb ko'zlari kuladigan ham sizni kuldiraladigan. Ko'zlarida sizlam chaqnaydigan biri bilan to'y qiling.